Xayrli kun, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana shu xonadonni videosi chiqqan bizda. Mana tashqari tomonlarni ko'rishingiz mumkin, bemalol. Xuddi mana shu uyimizni hozir nima deydi? O'sha puliga chiqqan narxiga mos qilib, ichlarini to'g'rilab berishyapti. Maslahatlashdik akam bilan. Mana qaranglar. Уже natijli patolog, aboy, eshiklar, mana bu dekorativniy oynalar qo'yilgan. Mana hojatxonalari bitgan, ko'ryapsizlar. Oshxonada ish ketyapti. Masjidga kattagina zina keladi. Bir haftaning ichida masjidda zina bitadi. Xudo xolisa jarayon ketyapti. Lyustra qo'yib beriladi. Mana podsvetkalarga ham joy qoldirgan. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Chiqqanimizda mana shunday kattagina hol. Mana bu yoqda xonalar. Hozir usta akalar bu yerda yashashyapti. Mana tak. Tak, buni chiroqatda ekan. Xullas mana shunaqa holatda. Mana chirog'i, mana bitirib qo'yishibdi. Ko'ryapsizlar, unitazlarni qo'yib berishadi bu yerga. Hammasini. Hol. Mana usta akalarimiz hozir ishlashyapti. Podsvetkalari bilan tepada puliga arziydigan xonadon qilamiz. 133 ming dollar deb mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hozir mana shuni narxi 140 ming dollarga aylandi. Savdolashamiz. Kelasizlar, egasining nomerini qoldiraman. Holati zo'r holat katta, xudo xolisa. Mana terrasadan chiqamiz. Atmosfera ham zo'r. Yorib o'rgan. Xullas, pastda nomer qoldiraman, murojaat qilasizlar.